Rangsiz gullar nomli o'zbek serialining 71-qismi 2025-yilning 11-noyabr kuni Sevimli TV telekanalida soat 21:45 da namoyish etiladi. Yangi epizod tomoshabinni ilk daqiqalardanoq his-tuyg'ularga garq qiladi, chunki rangsiz gullar inson qalbini larzaga keltiradigan, ich-ichidan kuydiradigan voqealar bilan to'la. Bu shunchaki sevgi hikoyasi emas, bu hayotdagi rangini yo'qotgan yuraklar haqidagi doston. Har bir sahna gam va umidni bir paytda his qildiradi. Serial ijodkorlari hayot rangi so'ngan dunyoda ham iliqlikni saqlab qolish mumkinligini nozik tarzda ko'rsatgan. Qahramonlar rangsiz gullarda bardosh, vafodorlik va samimiy tuyg'ular timsoliga aylangan. Aktyorlarning ijrosi esa alohida e'tirofga loyiq, ularning har bir nigohi, har bir jim turishi hayotiy va tabiiy. Musiqiy fon yana bir bor yurakni ezadi, har bir ohang qahramonlarning o'g'rini yanada chuqurroq his qildiradi. Rejissura, operatorlik va ssenariy uyg'unlikda ishlangan, shuning uchun har bir kadr tomoshabinga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Rangsiz gullar bu ruhga ega hikoya. Har bir yangi bo'lim bilan u yanada mazmunli, insoniy va yorqin bo'lib bormoqda. Rang yo'q, ammo hayot bor, aynan shunda uning haqiqiy jozibasi.